Muxtasar Minhajul Qasidin İmam İbn Qudama el-Maqdisi 25. bölüm Zayitlik ve yoksulluk doğrusida. Dünyani yaxshi ko'rish kulli xatoliklarning bishidir. Dunyoni yomon ko'rish bo'lsa, barcha taat ibodatning uludur. Ilgari so'zlangan halay qilg'uch ishlar qismida dunyoning xush ko'rilmaydiganligi barida so'zlandi. Biz navbatda dunyoni yomon ko'rishning fazilati va dunyoda zoit bo'lishning erdami haqida so'zlaymiz. Chunki u azobdan qutqizadigan ishlarning beshidir. Dunyoni tashlash dunyoning bandadan yiroqlashishi bilan bo'lsa, bu yo'qsullik deb ataladi. Agar bandaning dunyodan yiroqlashishi bilan bo'lsa, bu zoitlik deb ataladi. Har ikkilisining insonni baxtga erishtirishda darajasi uning do'zaxdan qutulishga yordam berishda va uni jannatga erishtirishda hassasi bo'ladi. Biz yo'qsullik va zoitlik ikkisining darajalari, qismlari va ikkisiga munosabatlik ishlar to'g'risida ikki bobga bo'lib so'zlaymiz. Birinchi bob yo'qsullik to'g'risida. Yo'qsullikning haqiqati yo'qsul kishining hol va atoqlarining bir-biriga o'xshamaydiganligining bayoni. Yo'qsul demak bir narsaga muhtoj bo'lg'uchi demakdir. Alloh taoladan o'zga har qanday maxluq boshqa narsaga muhtojdir. Chunki u maxluq mavjud bo'lib turishga muhtojdir. Mavjud bo'lib turish Alloh taolaning fazlidan keladi. Bandaning turli hojatlariga qo'shimcha bo'lgan ehtiyoji son-sanoqsizdir. Hojatlar ichida mol bilan qanoat topadigan hojatlar bo'ladi. Inson kambag'al bo'lib qolganda uningdan tufandagi 5 holat bo'lishi mumkin. Birinchi holat, kambag'al kishi o'ziga bir mol kelsa, uni xohlamay, uningdan malomat tortib, molning yomonligi va taat ibodatdan mashg'ul qilishdan saqlanib, uni ilishdan qechish. Bu holat egasi zoit deb ataladi. Ikkinchi holat, molga qiziqmaslik, lekin molga erishib qolsa suyunish, malomat tortish darajada molni yomon ko'rmaslik, bu holat egasi mamnun bo'lg'uchi deb ataladi. Uchinchi holat, molga qiziqish bo'lganligi uchun molning bor bo'lishi yo'qligidan suyumlik bo'lish, lekin molga qiziqish bo'lgan bilan uning yo'lida tirishmaslik, balki ko'p mol kelsa yoki boshqalar qo'lliq qilib mol bersa, molni xushallik bilan elish, mushaqqat bilan erishiladigan mol uchun avor bo'lmaslik, bu holat egasi qanoat qilg'uchi deb ataladi. To'rtinchi holat, mol tepishdan voz kechish, qurbi yetmaganligidan bo'lish. Agar qurbi yetsa, molga qiziqish va ishlab charchab turib mol tepishga yo'l topsa, uni jafodan qo'rqmay tepish. Bu holat egasi molga herisman kishi deb ataladi. 5-chi holat, yemak-ichmakni yo'qotib qo'ygan, och qursoq kishi yoki kiyim-kechakni yo'qotib qo'ygan, yalang'och kishiga o'xshash, o'zi ehtiyojli narsani tepishga majburlangan kishiga o'xshash bo'lib qoladi. Bunda holat egasi o'ziga kerakli narsani talab qilishdagi qiziqishi ojiz bo'lsin yoki kuchli bo'lsin, ilojsiz qolgan kishi deb ataladi. Bu 5 holatning eng a'losi zoitlikdan iborat birinchi holatdir. Buning keyinida uningdan a'lo bir holat bor. U bo'lsa bir kishining yanida mol bo'lishi bilan mol bo'lmaslikning baribir bo'lish holatidir. Bundaq kishi mol topsa, uningdan xushal bo'lib ketmaydi, topolmasa alam tortmaydi. Biz ilgari Oysha radhiyallohu anhadan rivoyat qildikki, Oysha radhiyallohu anhaga ikki kichik xaltada mol kelgan edi. Oysha radhiyallohu anha uni shu kunida tarqitib etdi. Shuning bilan Oysha radhiyallohu anhaga uning ayol xizmatchisi, siz bugun taqsim qilgan pullardan bir tangaga biz iftor qilgudek go'sht setib olgan bo'lsangiz-chi degan edi. Oysha uningga, agar esimga solgan bo'lsangiz setib olatdim dedi. Bir kishining ahvoli bu holatda bo'lsa, butun dunyo o'z qo'lida bo'lgan taqdirdami, dunyo uningga ziyon sololmaydi. Chunki u kishi mollarni o'zining qo'lida emas, balki Allohning xazinasida deb qaraydi. Bu holat egasi behojat bo'lg'uchi deb atalishi kerak. Chunki u kishi molning yo'q bo'lishi bilan tamoman behojatdir. Zoit kishi dunyo bor bo'lsin yoki yo'q bo'lsin, dunyo qiziqmasa, bu eng mukammallikdir. Ahmad ibn Abil Havari rahimahullah Abu Sulaymon ad-Daraniga mundaq degan. Malik ibn Dinar Mughiraga uyga borgan, sen menga hadiya qilgan zakat molni olgin, chunki shayton menga molni o'g'ri oldi deb vasvas qilyotdi degan edi Abu Sulaymon. Bu bo'lsa zoitlikning ojizligidandir dedi. O kishi olgan dunyoligidan o'zining ziyniq bo'lgan narsadan yuz o'rdi. Shunga moldan qochish va molga qiziqmaslik, mol ozdirib ketishdan qo'rqadigan ojiz kishilar haqida mukammallikdir. Kuchlik payg'ambarlarga molning bo'lishi bilan uning bo'lmasligi baribirdir. Ba'zida kuchlik odam ojiz odamlar molni tark etishda o'ziga agish uchun moldan qochganda ko'rinadiganligini oshkor qiladi. Alloh taolo eng yaxshi bilguchidir. Fasl yo'qsullikning fazilati va yo'qsullikning boylikdan afzal ekanligi to'g'risida.
Bu vaqtdagi oyatlarga kelsak, Alloh taolo yo'qsullarni maqtab deganki, o'zini Alloh yo'liga atagan tirikchilik qilish uchun yiroq joylarga bora olmaydigan yo'qsullarga xayr ehson qilinish kerak. Ahvollarni ufmaganlar ularning narsa tilmaganliklariga qarab, ularni boy deb gumon qildi. Ularning chiroyidan tunuysan, ular kishilarga choplashib olib tilamchilik qilmaydi. Milinglardan nimani xayr ehson qilmanglar, Alloh haqiqatan uni bilguchidir. U g'animatning bir qismi diyoridan haydab chiqarilgan, mol-mulkidan ayrilgan faqir muhojirlarga xosdir. Ular Allohning fazlini va roziligini tilaydi, Allohga va uning payg'ambariga yordam beradi. Ana shular iymonda sodiq odamlardir. Bu vaqtda kelgan hadislarmi ko'pdir. Jumladan Sayyinda payg'ambar sallallohu alayhi va sallam mundaq degan: Jannatning darvozasi oldida turib qolsam, uningga kirganlarning ko'pchiligi kambag'al bechoralar ekan. Boylar bo'lsa hisob kitoblari uzrab ketgachga mahshargohda to'xtalib turibdi. Sayyidiki Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qilgan bir hadisda payg'ambar sallallohu alayhi va sallam: "Ey Alloh, Muhammadning oil tavobatlarining rizqini udulluq yetgudak uzuqlik qilg'aysan" deb duo qilgan. Sayyidda Aisha radhiyallohu anha rivoyat qiludiki, u mundaq deydi: Muhammad sallallohu alayhi va sallamning oila tavobati Madinaga kelgandan tortib toki Rasululloh vafot bo'lganga qadar 3 kun uda bug'doy tamog'iga to'yib boqmagan. İmam Muslim Ömer radhiyallohu anhudan rivoyat qilib deydiki, men Rasulullohni qurusuqni to'yg'izgudek nachar xurmum topolmay kun bo'yi to'lg'angan holatida ko'ratdim. Abu Hurayra radhiyallohu anhu payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning yo'qsul mu'minlar boy mu'minlardan 500 yil ilgari jannatga kirdi deganligini rivoyat qilgan. Tirmiziy sahih hadis degan. Rasul akram sallallohu alayhi va sallam Oysha radhiyallohu anhaga boylar bilan o'tirishdan saqlaning degan. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam yana deganki, qiyomat kuni bir banda keltirildi, ondan Alloh taolo uningga xuddi dunyoda bir odam yana bir odamga o'zr aytgandek o'zr aytib, kamoliy qudratim va buyukligim bilan qasamki, men seni xorlash uchun dunyoni sendan yiroq qilmadim. Balki senga tayyorlangan izzat hurmat uchun dunyoni sendan yiroq tutdim. Ey bandam, bu saflarga chiqqan kimki mening roziligimni tilab senga tomoq bergan, kiyim bergan bo'lsa, uning qo'lini tutqin, u seningdir deydi. Musa alayhissalomga mundaq deyildi: Agar yo'qsullikning sana yuzlanganligini ko'rsang, solihlarning alomati xushkapsiz degin. Boylikning sana yuzlanganligini ko'rsang, jazosi oldirtilgan gunoh degin. Abu Darda radhiyallohu anhu 2 tanga egisi 1 tanga egisidan qattiqroq hisob berdi degan. Sufyan Savri rahimahullohning so'rinida yo'qsullar boylarning oldida turadi. Bir adam İbrahim ibn Adhamning yeniga 10,000 tenge ilib keldi, lekin İbrahim uni qabul qilmay, "Sen meni yo'qsullarning tizimligidan ushtirib o'taydamsan, almayman" dedi. Rasululloh islomga hidoyat qilingan, yetarli rizqda turmush kechiradigan va Alloh azza va jalla bergan narsaga qanoat qiladigan kishi suyunsin degan. Biz qanoat qilish haqida yirismanlik va tamaxurlikning ayiblanadiganligi va malning ayiblanadiganligi degan temalarda bu vaqtdagi mazmunlarni bayon qildik. Bu yerda uni qayta so'zlab o'ltirmaymiz, qattiq sabr qilish bilan qanoat qilishga qodir bo'lg'il bo'ladi. Boy bilan yo'qsulning qaysining fazilatli ekanligi to'g'risida. Boy bilan yo'qsulning qaysining fazilatli ekanligiga kelsak, oyat va hadislarning zohiri yo'qsul kishining boydan fazilatli ekanligini ko'rsatadi. Lekin bu yerda bu vaqtda tafsiliy so'zlash lozim. Biz deymizki, malga heris emas yo'qsul bilan milini yaxshilik yo'llariga sarf qiladigan shukr qilg'uvchi boy ishqisidan qaysining yoki malga heris yo'qsul bilan dunyoparast boy ishqisidan qaysining afzal ekanligi borida fikr ixtilofi bo'lishi mumkin. Chunki qanoatchan yo'qsulning milini chang tutib oladigan bexil boydan afzalligi va milini yaxshilik yo'llariga sarf qiladigan boyning malga herisman yo'qsuldan afzalligi hech kishiga maxfiy emas. Agar boy kishi mil bilan muboh ishlarda manfaatlanadigan boy bo'lsa, uningdan qanoatchan yo'qsul afzaldir. Bu haqda ochiq so'zlasak, o'zini deb emas, boshqa narsa uchun ko'zlanadigan narsa, maqsad qilinadigan narsaga qo'shib o'tish kerak. Chunki shuning bilan uning fazilati namoyon bo'ladi. Dunyodan hazar aylashmi, dunyoning o'zi sababli emas, balki dunyo Alloh taologa yetishga to'salg'i bo'lganligi uchundir. Yo'qsullikmi o'zi sababli ko'zlanmaydi, balki Alloh taologa yetishga to'salg'i bo'lgan to'siqni yo'qotish va u to'siq bilan avor bo'lmaslik uchun ko'zlandi. Sulaymon alayhissalomga o'xshash nurg'un boylar borki, boyligi ularni Alloh taologa itoat qilishdan yiroqlashtirmagan edi. Osmon va Abdurrahmon ibn Avf radhiyallohu anhumlar shundoq edi.
Nurg'un yo'qsul kishilar borki, yo'qsulluqi uni kerakli toat ibodatlardan to'sidi. Shundaqla uni Alloh taoloni yaxshi ko'rish va Alloh taologa yaqinlik qilishdan qaytaradi. Uni birdan-bir mashg'ul qiladigan narsa bo'lsa, uning dunyoni yaxshi ko'rishidir. Chunki dunyoni yaxshi ko'rish bilan Alloh taoloni yaxshi ko'rish ikkisi hargizmi bir yerga jam bo'lmaydi. Chunki bir narsani yaxshi ko'rguchi shu narsadan ayrilsin yoki u narsaning visoliga yetsin, baribir shu narsa bilan mashg'ul bo'ladi. Balki ba'zida ayrilganda uningga texmi ko'p berildi. Dünya bo'lsa g'afil kishilarning mashqudir. Ya'ni dunyodan mahrum qolgan kishi uning kuyugi tushidi. Dunyo yig'ishga qodir bo'lgan kishi uni saqlash va uning bilan bahramand bo'lish bilan mashg'ul bo'ladi. Agar bu ishga texmi bek e'tibor bermoqchi bo'lsang, bilginki, yo'qsul kishi xatardan yiroqdir. Chunki kangrichilik fitnasi torchilik fitnasidan qattiq bo'ladi. Yo'qsullik orqali gunohlardan salomat qolg'il bo'ladi. Az bir qism kishilarni hisobga olmaganda, ko'pincha kishilarning tabiati boylikqa moyil bo'lganligi uchun shariatda boylikni ayiblash va yo'qsullikning fazilatini bayon qilish haqida oyat va hadislar keldi. Yo'qsullikning fazilati haqidagi dalillar ilgari so'zlandi. Yo'qsullikning fazilati bayon qilingan hadislardan Ibn Abbas radhiyallohu anhudan rivoyat qilindiki, payg'ambar sallallohu alayhi va sallam mundaq degan: Dunyoda boy va yo'qsul bo'lgan ikki mu'min jannatda uchrashib qoladi. Yo'qsul mu'min jannatga kirgizildi, boy mu'min bo'lsa Alloh xohlagan muddatgacha jannatga kirishdan to'xtatilib qo'yib, ondan jannatga kirgizildi. Yo'qsul mu'min uningga jannatning eshik oldida yo'liqib, "Ey qarindishim, seni jannatga kirishdan nima to'xtatib qo'ydi? Sen to'xtatilib qo'yilgandan keyin sendan bek ansirdim" deydi. Boy mu'min: "Ey qarindishim, sen ketgandan keyin men nihoyat qo'rqinchli bir o'rinda to'xtatildim. Sening yaningga badanimdan Alloh taoladan qo'rqib chuchumal o'simlik yegan to'ygilardan ming to'yga ichsimi qong'udek darajada nihoyat ko'p taraqqandan keyin keldim" deydi. Yaxshi ko'rgan mahbubidan ayrilish qiyin ishdir. Sen dunyoni yaxshi ko'rsang, Alloh taolo bilan uchrashishni yomon ko'rasan. Shu sababdan sening o'lim bilan uchrashishing, sen yaxshi ko'rgan narsangdan ayrilishing va yomon ko'rgan narsaga quchoq ichishingdir. Mahbubidan ayrilgan har qanday kishining azobi, mahbubiga bo'lgan muhabbati va uning bilan qurgan munosabatining miqdoricha qattiq yoki yengil bo'ladi. Şuna senden ayrılıp ketmeydigan zat Allah Taala'nı yaxshi görüşün ve senden ayrılıp ketadigan ötkünçü dünyani yaxshi görmeslikin gerek. Pasıl yo'qsul kishining yo'qsullik holatidagi adablar to'g'risida. Yo'qsul kishi Alloh taolaning uni yo'qsullik bilan sinaganligi yomon ko'rmasligi, balki u sinoqdan mamnun va xushal bo'lib, Alloh taolaga ishonguchi va uning tavakkul qilguchi bo'lishi kerak. Buning aksicha yo'qsulligini maxluqotga shikoyat qilib, Alloh taolaga demasa, yo'qsullik bunday kishi uchun azobdir. Shunga yo'qsul kishi yo'qsullikdan noroziligini oshkor qilmay, balki nomusjon va sabrchanlik ko'rsatish kerak. Allah Taala deganki, ahvolni o'qimaganlar ularning narsa tilmaganliklariga qarab, ularni boy deb gumon qiladi. Ularning chiroyidan taniysan, ular kishilarga chaplashib olib tilamchilik qilmaydi. Milonlardan nimani xayr ihson qilmanglar, Alloh haqiqatan uni bilguchidir. Yo'qsul kishi boyning oldida uning boyligi sababli kamtar bo'lib bermasligi va boylar bilan hamsuhbat bo'lishga qiziqmasligi kerak. Yo'qsul kishi yo'qsullik sababidan ibodat qilishdan herib qolmasligi va o'z ehtiyojidan ortiqni sadiqa qilishdan o'zini tortmasligi lozim. Chunki az bo'lsa-mu ehtiyojidan ortgan narsani sadiqa qilish yo'qsul kishining kuchining yetkinchi qilgan afzal sadiqasi qatoriga kirdi. Abu Zar radhiyallohu anhu payg'ambar sallallohu alayhi va sallamdan: "Ey Alloh taolaning payg'ambari, qaysi sadiqa eng afzal?" deb so'raganda Rasululloh: "Yo'qsul kishining kuchining yetishicha yoki nomrod kishiga maxfiy holda qilgan sadiqasi" deb javob bergan. Yo'qsul kishining hadiya qabul qilish adablarining bayoni. Yo'qsul kishi so'ramasimi, boshqalardan uningga mol kelgan bo'lsa, o'ziga kelgan o mol haqida 3 ishni o'ylanish kerak. Malning o'z ustida o'ylanish kerak, malni berguchining maqsadining nima ekanligi haqida o'ylanish kerak, o'zining malni elishdagi maqsad haqida o'ylanish kerak. Shu mal ustida o'ylanishga kelsak, yo'qsul kishi almoqchi bo'lgan mal barliq shubhalardan xoli mal bo'lishi, agar uningga berilgan mal shubhalik mal bo'lsa, uni elishdan saqlanishi lozim. Halol va harom haqida degan temada shubhaning darajalari, saqlanish vojib va mustahab narsalar haqida so'zlandi.
Malni berguvchining maqsadiga kelsak, birinchi, u mal yo'qsul kishi yaxshi ko'radigan hadiya sifatida berilgan mal bo'lishi mumkin. Agar u holatda berilgan mal para mal bo'lmasa va berib bo'lgandan keyin minnat qiladigan mal bo'lmasa, uni hadiya sifatida qabul qilsa bo'ldi. Ikkinchi, mal berguvchining maqsadi savob bo'lishi mumkin. Savob uchun berilgan mal bo'lsa, sadiqa va zakotdir. Yo'qsul kishi bu holatda men bu malga loyiqmi yoki loyiq emasmi deb o'zidagi sifatlarga qarab beqish kerak. Agar o'ziga kelgan malni elish yoki olmaslik zodi mujmal bo'lsa, u mal shubhalik maldir. Agar sadiq berguvchi u malni uning dindor bo'lganligi sababli bergan bo'lsa, sadiq olmoqchi bo'lgan kishi o'zining yushurun tarafiga qarasin. Agar u mal u kishi yushurun bir gunoh ma'siyat qilgan holatida kelgan bo'lsa, berguvchining uni bilib qolsa, uningdan nafratlanib, uningga sadiq qilish bilan Alloh taologa yaqin bo'lishni xohlamaydiganligini bilsa, u malni olmaslik kerak. Shuningdek, yo'qsulni olim deb o'ylab bergan bo'lsa va malni olg'uchi olim bo'lmasa, uni olmaslik kerak. Üçüncü, mal berguvchining mal berishdagi maqsadi shuhrat qozonish, riyo qilish va nom obro'y tepish bo'ladi. Bundaq malni olmay mal berguvchining buzuq maqsadini rad qilish lozim. Chunki bundaq maqsadlik berilgan malni qabul qilish buzuq maqsadga yordam berganlikdir. Yo'qsulning malni ilishiga kelsak, yo'qsul o'zining u malga ehtiyoji bor yoki yo'qligiga qarasin. Agar u malga ehtiyoji bo'lmasa, uni olmasligi lozim. Agar malga ehtiyoji bo'lsa va mal biz tilga ilib o'tgan shubha va ofatlardan salomat bo'lsa, malni ilish afzal. Sayyinda Umar radhiyallohu anhu rivoyat qiludiki, payg'ambar sallallohu alayhi va sallam sen tama qilmasdan va tilmasdan mushuning o'xshash pul mol kelib qolsa, uni qabul qilgin, ammo men bir narsa kelib qolsgan deb tamada bo'lmag'in degan. Yana bir hadisda Rasululloh kimga qeyrindish tarafdan u tama qilmasmi, so'ramasmi mal kelgan bo'lsa, uni qabul qilsin, rad qilmasin, u bo'lsa Alloh taolo uningga keltirib bergan rizqdir degan. Fasl zururiyatsiz tilashning haromligi va tilashga majbur bo'lib qolgan yo'qsul kishining adablari to'g'risida. Tilamchilik qilishdan cheklash va tilashga ruxsat qilish to'g'risida hadislar keldi. Tilamchilik qilishning ruxsat ekanligiga dalolat qilgan hadislardan biri payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning tiliguchi ot ustida kelsimi uning haqqi bor degan hadisdir. Yana bir hadisda tilamchini qo'yning kuyib ketgan tuyuq bilan bo'lsa-mu qaytaringlar deyilgan. Agar tilash mutlaq harom bo'lsaydi, tilamchiga berishmi uningga yordam berganlik bo'lg'ashqa, tajovuzchining tajovuzchiligiga yordam berish hargiz durust bo'lmagan bo'ladi. Tilamchilik qilishdan cheklash haqidagi hadislarga kelsak, Sayyinda Ibn Umar radhiyallohu anhu mundaq deydi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam qaysi biringlarda tilamchilik yuz beraverdigan, u Allohning huzuriga yuzda bir parcha go'shtmi qolmagan holda bordi degan. Sayyindagi yana bir hadisda payg'ambar sallallohu alayhi va sallam tilamchilikdan o'zini pok tutishni tilga ilib, ustun qo'l tuvan qo'ldan yaxshidir degan. Ustun qo'l berguvchi, tuvan qo'l bo'lsa tiliguchi qo'ldir. Ibn Mas'ud radhiyallohu anhuning hadisida payg'ambar sallallohu alayhi va sallam kimki o'z ehtiyojini qamdug'dek narsani turib tilamchilik qilsa, qiyomat kuni uning tilamchiligi yuzda totuq izi yoki tirnoq izi bo'lib keladi degan. Bu bo'lsa hasan darajadagi hadisdir. Bu ma'nodagi hadislar nihoyat ko'pdir. Xulos kalom, tilamchilik qilish aslida harom, chunki tilamchilik qilish 3 holatdan ayrilmaydi. Birinchi shikoyat qilish, ikkinchi o'zni xor qilish, mu'minga o'zni xor qilish loyiq emasdir. Uchinchi ko'pincha vaqtda bir narsa berishi talab qilinuvchiga aziyat berish. Tilamchilik qilish faqat ilojsizlik holatida yoki ilojsizlikqa yaqin muhim hojat vaqtida ruxsatdir. Ilojsiz qolgan kishiga kelsak, och qolgan kishi o'lib qolishdan yoki kasal bo'lib qolishdan qo'rqsa, tilamchilik qilishga ruxsatdir. Va yana o'zini yapqudek bir narsa yo'q yalang'och kishi tilamchilik qilsa ruxsatdir. Muhim hojat bor muhtoj kishiga kelsak, masalan, bir kishining qish mezgilida yektiki bo'lsa, lekin uning ichiga kiydigan ko'ynagi bo'lmasa, u kishining ahvoli ilojsizlikqa yetmasmi, lekin sovuq sababidan alam tarsa ichiga kiydigan ko'ynak tilisi bo'ladi. Shuningdek, mang'alaydigan lekin mushaqqat bilan mang'dig'ini kishi bo'lsa, ularga minib mingish uchun bir narsa tilisi durust bo'ladi. Shundaqdimi bu holatda bir narsa tilmaslik afzal. Bir kishi non topolsa, lekin nonga qo'shib yeydigan narsaga muhtoj bo'lsa, bu kishi qo'shib yeydigan narsa so'risi bo'ladi. Lekin uni so'rishi makruhdir. Shuningdek, ular ustida o'ltirishga qodir kishi kajuvaga muhtoj bo'lsa, kajuva so'rishi durust. Bunun o'xshash tilashlarda Alloh taologa shukr qilganlikni oshkor qilib, muhtoj kishining tiligindek bir narsa tilmasligi kerak. Balki ko'nglida "Men o'zimda bor narsa yetarlik, nafsim mendan bu narsalarni tilashni tilab qilyotidi" deyish kerak. Bundaq o'ylash orqali Alloh taologa shikoyat qilish chegarasidan chiqib ketadi.
Yo'qsul kishi bir narsa tilamoqchi bo'lsa, dadasidan yoki yaqindan yoki bir narsa so'rasa, nazaridan tushib ketmaydigan do'stidan yoki mol-mulkini yaxshilik qilish uchun tayyor qilgan sexiy kishidan tilish kerak. U kishi shunday qilish orqali xorliqdan qutuladi. Hayo qilganlikdan berganligini bilgan kishining bergan narsasini elishi durust bo'lmaydi. Olgan bo'lsa, berguchi qaytarib berishi vojibdir. Yo'qsul kishi faqat o'zi muhtoj bo'ladigan, o'ltiradigan uy yoki uni yopadigan kiyim va uningga halok bo'lishdan saqlaydigan yemekka o'xshash narsalarni hojat miqdorida so'rasa bo'ladi. Bu narsalarda bak isil narsalarni tanlamasdan kun o'tkazalugidek narsalarni tilashga rioya qilish kerak. Agar bir kishi har kuni bir narsa so'ray oladigan odamni topa oladiganligiga ko'zi yetsa, unda kishining bir kecha kunduzlikdan ziyoda uzuq-tulik tilishi durust bo'lmaydi. Agar beradigan odam topolmasligidan qo'rqsa yoki tilashdan ojiz kelishdan qo'rqsa, bir kecha kunduzlik uzuqdan ziyoda uzuq tilishi ruxsatdir. Xulos qilib aytganda, yo'qsul kishining bir yilligiga yetgudak narsaning ustida bir narsa tilishi durust bo'lmaydi. Buningga boy bo'lish o'lchimini 50 tanga deb bekitish haqida rivoyat qilingan hadis tushidi. 50 tanga o'rtaral turmush kechiradigan yolg'iz kishiga 1 yil yetadi. Ayoli va bolalar bor kishiga kelsak, uningga 50 tanga 1 yil yetmaydi. Tilguchilarning ahvollarining bayoni. Bishirul Hafi mundaq deydi. Yo'qsullar 3 turlik bo'ladi. Biri so'rmaydigan, barsimi olmaydigan yo'qsul bo'lib, u ruhaniylar qatorida bo'ladi. Ikkinchisi tilmaydigan, lekin barsi oladigan yo'qsul bo'lib, u pok ihota jannat ahlidan bo'ladi. Uchinchisi muhtoj bo'lsa so'raydigan yo'qsul kishi bo'lib, uning tilamchiligi so'zda rostchil bo'lishi kaforatdir. Shayx Jamoliddin rahimahulloh, men deymanki, to'g'ri hukm shuki, agar yo'qsul kishi bir narsa tilamasdan kunini o'tkazishga qodir bo'lsa, uning bir narsa tilishi durust bo'lmaydi. Agar kunini qiyinchilik bilan o'tkazadigan bo'lsa, sen qarab boqasan, agar uningga o'xshash ahvolni inson bardoshlik bera oladigan bo'lsa va hayotiy xavf bo'lmasa, u tilamchilik qilsa bo'ladi. Lekin tilmaslik fazilat. Ammo uning o'xshash ahvolga inson bardoshlik bera olmasa, undaq kishining tilishi vojibdir degan. Sufyan Savri rahimahullah, bir kishi och qilib turib, jinini saqlug'idek bir narsa tilmay o'lib ketsa, do'zaxga kirdi degan. Ikkinchi bab, zoidlikning haqiqati, fazilati, uning darajalari va qismlari. Zoidlikning haqiqati. Dunyoda zoid bo'lish oxirat yo'lida mang'uvchilarning maqomlaridan sharafli bir maqomdir. Zoidlik insondagi qiziqishning bir narsadan yuz o'rib, uningdan yaxshi narsaga yetkilishidir. Yuz o'rilgan narsaning har qanday bir yo'l bilan qiziqiladigan narsa bo'lishi shartdir. Shuning uchun qiziqilmaydigan va aslida talab qilinmaydigan bir narsadan yuz o'ruvchi zoid deb atalmaydi. Masalan, tuproqni tark etgan kishi zoid deb atalmaydi. Dunyoni tark etgan kishiga zoid ismini berish odatga aylangandir. Allah Taaladan boshqa har qanday narsadan yuz o'rgan kishi mukammal zoiddir. Jannat va uning ne'matlariga qiziqib, dunyoni tark etgan kishi zoiddir, lekin bu daraja jihatda birinchisidan tuvandir. Mal dunyoni tark etish, saxiylik qilish, kuchlik ko'rinish va boshqalarning qalblarini o'ziga mayil qilish maqsadida mal sarf qilish zoidlik emasdir. Balki oxiratning qimmatiga nisbatan dunyoning arzimas ekanligini bilib, dunyoni tark etish zoidlikdir. Dunyoning erib ketadigan qarg'a, oxiratning bo'lsa mangu qoladigan marvoyatga o'xshaydiganligini bilgan kishining dunyoni berib, uning o'rniga oxiratni ilishga bo'lgan qiziqishi kuchli bo'ladi. Buningga Alloh taolaning bu so'zi dalildir. Ey Muhammad, aytqinki, dunyoning manfaati azdir, ya'ni dunyoning ne'mati fanidir. Allohdan qo'rqqan va uning amrini tutganlar uchun oxirat yaxshidir. Sizlarga qilchilik zulm qilinmaydi, ya'ni qilgan amalinglar savobi kamaytirilmaydi. Allah Taalaning yana bu so'zi dalildir. Ey insonlar, sizlarning ilkinglardagi narsalar tugaydi, Allohning dargohidagi narsalar tugamasdir. Sabr qiluvchilarga albatta ularning qilgan amalidanmi yaxshiroq savob beramiz. Zoidlikning fazilati to'g'risida. Bu vaqtda Allah Taala deganki, biz kuffarlardan turli jamoni bahramon qilgan dunyoning ne'matlari va zibizinnatlari ko'z salmag'in. Buning bilan ularni sinaymiz. Parvardigoringning rizqi, ya'ni savobi bu fani ne'matdan yaxshidir va eng baqiydir. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam aytdiki, kimki dunyo g'amida tangot qilsa, Alloh Taala uning ishlarini chechib etadi. Uning payda keltiradigan ishini bo'lib etadi. Yo'qsullikni uning ikki ko'z orasida qiladi va uningga dunyolikdan taqdir qilingan narsalar keladi.
Kimki oxiratni g'am qilgan holda tong Alloh taolo uning chechilib ketgan ishini jam qildi. Uning uchun foyda keltiradigan ishni saqlaydi. Boyliqni qalbida qildi va uningga dunyo bo'ysungan holat tikiladi. Hasan al-Basri rahimahulloh aytadi, zoidlardan boshqa kishilar yalang'och hashr qilindi. U yana bir qism kishilar dunyoni azligan edi, dunyo ularni dori yog'ochlariga osdi. Sizlar dunyoni xarlanglar, dunyoni xarlasanglar, dunyo sizlarga bek singishlik bo'ldi, deydi. Fuzayl ibn Iyaz rahimahulloh aytadi, barliq yomonlik bir uyda qilinsa, uning oshquchi dunyoni yaxshi ko'rish qilingan bo'ladi. Barliq yaxshilik bir uyda qilinsa, uning oshquchi dunyo qiziqmaslik qilingan bo'ladi. Salaf solihlardan biri dunyo qiziqmaslik qalbni va badanni rohatlatadi, dunyo qiziqish bo'lsa g'am qayg'uni ko'paytiradi degan. Fasl zoidlikning darajalari va qismlari haqida. Ba'zi kishilar dunyoni arzu qildi, lekin dunyo qiziqmaydi va nafsiga qarshi jihad qiladi. Bu sifatdagi kishi zoid bo'lishga tirishgan kishi deb ataladi. Bu bo'lsa zoidlikning boshlanishidir. Ikkinchi daraja nafsni zo'rlamasdan dunyodan ixtiyoriy yuz o'rishdir. Lekin undaq kishi o'zining zoidligini ko'radi, o'ziga qaraydi va o'zidan ajablanib, o'zini 2 tengini elish uchun 1 tengini tashlagan, texmi qimmatli narsaga erishish uchun nisbatan oz qimmatli bir narsani tark etgan kishidek ko'rindi. Bu ham nuqsondir. 3-daraja zoidlikning eng yuksak darajasidir. Ya'ni o'zligidan dunyoni tark etish va haqiqiy turda zoid bo'lishdir. Bu sifatdagi kishi o'zini men bir narsani tark etdim deb qaramaydi. Chunki u kishi dunyoning hech nimaga arzimaydiganligini biladi. Bu kishi bayni lat purushni tashlab o'tib, go'har toshni olgan kishiga o'xshaydi. U ikkisini asla teng ko'rmaydi, chunki dunyo oxirat ne'matining oldida lail yaqut oldidagi arzimas bo'z puruchidan bekrak arzimasdir. Bu bo'lsa zoidlikdagi mukammallikdir. Bilginki, dunyoni tark etgan kishi misoli o'rda quvuqida yotgan bir it tarafidan podshohning huzuriga kirishdan to'silingan kishiga o'xshaydi. U kishi o'zini to'sib yotgan itga bir burda non tashlab berdi. It non bilan bo'lib ketganda, u kishi shohning huzuriga kirib shoh bilan ulfatlashidi. Mushundaq bir kishini erishgan ne'matlarning evaziga o'rda itiq tashlab bergan bir burda non bilan podshohning qishida o'zini kuchli ko'rdi deb qaramsan. Şeytan Allah Taala'nın quvuq oldidagi itdir. Bu it ishik uchuq to'siq ko'tarib etilgan turib, kishilarni bu so'g'dan ichkari kirishdan to'sidi. Dunyo burdanonga o'xshaydi. Podshohning izzatiga erishish uchun burdanonni tashlagan kishi qandoqmi u non parchasi qarasin. Dunyolikdan har bir kishiga agar uning 1000 yil umr ato qilinsa-mu, berilgan narsa oxirat ne'matining oldida dunyo mulki oldidagi bir burdanonning qiymatidan bekrak qadarsizdir. Chunki o'tkinchi narsa mangulik narsaga teng bo'la olmaydi. Qandoqmi teng bo'lsin? Bilish kerakki, umri tulmi qisqa va dunyo lazzatlariga jafo mushaqqat aralashgandir. Qiziq qilg'uvchi narsaga nisbatan zoidlikning jihatlari 3 daraja bo'ladi. Birinchi daraja azob uqubatdan, hisob so'roqdan va xaloyiq oldidagi qo'rqishlardan qutulish uchun zoid bo'lish. Bu bo'lsa qo'rquvchilarning zoidligidir. İkinci daraja savobga erishish va va'da qilingan ne'matga yetish uchun zoid bo'lish. Bu bo'lsa umid qilguvchilarning zoidligidir. Chunki bular ne'matni deb ne'matni tark etganlardir. 3-daraja bu daraja eng yuqori darajadir. U bo'lsa dunyoda alamlardan qutulish va lazzatlarga erishish uchun emas, balki Alloh taologa uchrashishni talab qilib zoid bo'lish. Bu bo'lsa Alloh taoloni haqiqiy tunug'uvchilar va yaxshi qilguvchilarning zoidligidir. Chunki Alloh taolo qarash lazzati bilan jannat lazzatini silishtirganda navokash bulbulga ega bo'lish va uningdan huzur elish lazzati bilan dunyoga ega bo'lish va uningga igdorchilik qilish lazzatiga silishtirganga o'xshaydi. Fasl hayotning zarur ehtiyojlaridan zoid bo'lishning tafsiliy bayoni. Zarur va muhim bo'lgan ehtiyojlar 7dir: yemak-ichmak, kiyim-kechak, turalg'u joy, oila saymonlari, nikohlanish, mol-mulk va yuz obro'y qatorliqlar. Birinchi yemak-ichmak. Shun bilingki, zoid kishi uchun yemak-ichmak lazzat ilindigan emas, badaniga mos keladigan narsalar bilan ochliqni dafi qilgudek narsalardir. Bir hadisda Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Alloh taolaning qullari rohat farog'atda yashag'uvchilar emas degan.
Ayşe raziyallahu anha Urva raziyallahu anhuga biz payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning uylarida o'chiqimizga o't yiqilmay bir hilal oyni, keyin yana bir hilal oyni, yana 2 oyda 3 hilal oyni ko'ratdik degan. Urva aytdi: "Men ey hamma nima yeb turmush kechiratdinglar deb so'ragan edim." Ayşe raziyallahu anha xurma bilan suddan iborat 2 qora narsa bilan deb javob berdi. Bu vaqtda kelgan hadislar nihoyat ko'p va mashhurdir. Ko'plagan zoitlar yemak-ichmak jihatdagi qattiqchilikqa bardoshlik beradi. Ulardan qattiqchilik turmushga taqat qila olmaydiganlar bor edi. Masalan, Sufyan Savriy rahimahulloh yaxshi yeb ichadigan zot edi. Ba'zida uning ro'zg'orda kavob bilan faluzaj ilib mingilatdi. Xulos qilsaq, Zayd kishi tan saqliqni saqlug'dek yemak-ichmak bilan kifoyalandi. Rahat farog'atga berilmaydi. Lekin badallar bir-biriga o'xshamaydi. Shuning uchun ba'zi badallar qattiqchilik turmushga sabr qila olmaydi. Ba'zi kishilar ro'zg'or uchun halol uzuq-tulik saqlab oldi. Bunday qilish ularni Zaydlar qatoridan chiqarib etmaydi. Masalan, Sabti rahimahulloh shanba kuni bir kunlik ishlaydi va topqinini bir hafta yeydi. Davud At-Tayi rahimahulloh 20 tilla miros olgan va uni 20 yil xashlagan edi. Ikkinchi kiyim-kechak. Zayd kishi issiq va sovuqdan saqlangudek va avridan yopqudek kiyim-kechak bilan kifoyalandi. Oddiy sada yashaydi deb nom chiqib qolmaslik uchun kiyim-kechaklar ichida ozroq yasangudek kiyim bo'lsa hech qisi yo'q. Sayyinda Abu Burda raziyallohu anhu rivoyat qiludiki, u mundaq deydi: Ayşe raziyallohu anha bizga yamoq silingan bir ust kiyim va qilin bir tambolni ko'rsatdi. Va Alloh Rasuli sallallohu alayhi va sallam bu ikki kiyimda qabz ruh qilingan dedi. Hasan rahimahulloh Umar raziyallohu anhu xalifa vaqtida xutba o'qidi, u 12 yeriga yamoq silingan bir tambol kiygan edi degan. 3-chi turalg'ucay. Zayd kishining turalg'ucay haqida 3 darajasi bo'ladi. Eng yuqorisi o'ziga xos bir turalg'u uchun chopmaydigan, balki suffa ahliga o'xshash masjidlarning bulonlari bilan qanoat qilish. O'tiral bo'lg'ini xurma shaxlaridan yoki yog'och, qumuch va shuning o'xshash narsalar bilan bino qilingan olchiq o'xshash bir o'rinni o'ziga xos joy tutish. Eng tuvini bo'lsa, yog'och tosh va xish-kesaklar bilan bino qilingan bir hujra talab qilish. Kengrichilik va uyning to'g'risining egiz bo'lishini talab qilsa, turalg'u joyda zoitlik chegarasidan o'tib ketgan bo'ladi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bir xamxishni yana bir xamxish ustiga qo'ymay vafot bo'lgan. Hasan raziyallohu anhu men payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning uylariga kirsam, to'g'risiga tegib qolatdim degan. Bir hadisda bir odamga tuproq qashlagan pulidan boshqa pullarga ajr berildi deyilgan. İbrahim Naxayi rahimahulloh uy ehtiyojini qamdug'dek bo'lsa, savobmi va gunohmi bo'lmaydi degan. Qisqasi zururiyat yuzidan istalgan har qanday narsa zoitlik chegarasidan o'tib ketmasligi kerak. 4-chi oila saymonlari. Zayd qochquchilardan sapal bilan kifoyalanishi, bir qachini ishiltib, bir tovoqda yeb ichish kerak. Oila saymonlarining sonini ko'paytgan yoki turi qimmatbaholik narsalarni olgan kishi zoitlik chegarasidan chiqib ketgan bo'ladi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning tarjimaliga qarayli, Sahih Muslimdagi bir hadisda Ibn Umar raziyallohu anhu mundaq deydi: Men payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning kapisiga kirib qarsam, payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bir parcha bo'rining ustida yenicha yotgan ekan. Men mu yenida o'ltirdim. Shu arada payg'ambar sallallohu alayhi va sallam kiyimini tuzashtirgan edi. Bo'rining biqiniq betib iz chiqib qolganligini ko'rib qoldim. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga chandurmay, kap ichiga bir qo'ri ko'z yugurtib chiqdim. Kapida bir soat atrofida arpa, bir bulungda teri ashlaydigan ozg'ini g'azang, bir temiq isiqliq ashlangan teridan boshqa hech nima yo'q edi. Buni ko'rib ko'zimga liqqida yosh keldida o'zimni tutolmay qoldim. Buxariyning rivoyatida u zotning kapisi ko'z yugurtdim. Alloh bilan qasamki, u zotning kapisida 3 parcha teridan boshqa ko'zga ilishqudek bir narsa topolmadim deyilgan. Bu hadisning Sahih Muslimdagisi mashhurdir. Ali raziyallohu anhu aytdi: "Men Fatima raziyallohu anha bilan to'y qilgan vaqtimda bizning qo'chqar terisidan birli ko'rpimiz bor edi. Biz kechida uningda uxlaydik, kunduz uning ustida suv to'shiydigan to'giga halab beratdik. Fatima raziyallohu anhadan boshqa menga xizmat qilgan xizmatchim yo'q edi. Fatima ximiri jug'urganda kuchiganlikdan uning manglaychichi tasning girbikiga tegib qolatdi. Bir odam Abu Zar raziyallohu anhuning yoniga kirib, uyning ichida uyoq bu yoqqa qarashga boshladi.
Ondan, "Ey Abu Zar, sening uyingda uy saymonlari va foydalangudak narsa ko'rmadim-ku" deganda, Abu Zar, "Bizning bir uyimiz bor, foydalanadigan narsalarning yaxshisini uningga avatyapmiz" dedi. Shuning bilan u odam, "Dunyoda yashaydi ekansan, sen foydalanadigan narsa lozim bo'ladi" dedi. Abu Zar, "Uy egasi bizni bu yerda qo'ymaydi" dedi. 5. Nikohlanish. Nikahlanishning asli va ko'p bo'lishi bilan zoitlikning hech munosabati yo'q. Sayl ibn Abdullah rahimahulloh payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga ayollar suyumlik qilingan edi degan. Ali raziyallohu anhu sahobalarning eng zoida turib 4 ayoli va 10 necha cho'ris bor edi. Abu Sulaymon ad-Darani mundaq deydi: "Seni Alloh taoladan mashg'ul qilgani ayol bo'lsin, mol bo'lsin va ya bola bo'lsin, u shumliqdir. Uchuq qilib aytsak, qaysi bir kishining shahvati bek kuchayib ketsa va gunoh o'tkazib qo'yishidan qo'rqsa, u kishining nikohlanishi farzdir. Gunoh o'tkazib qilishdan qo'rqmaydigan kishi uchun nikohlanish afzalmi yoki ibodat qilish afzalmi degan qarashga kelsak, bu vaqt olimlar orasida o'xshamagan qarashlar bor. Kishilar har xil maqsad bilan nikohlandi. Ba'zilar farzand ko'rish uchun nikohlanishni maqsad qildi. Undaq kishiga oilasi uchun haloldan kasb qilish mumkin bo'lsa, nikohlanishni uning diniga ziyon yetkazmasa, qalbini ko'p ishlarga chechivatmasa, balki nikohlanish uning g'amlarini jamlab, ko'zini haromdan saqlab, fikrini yomon xiyollardan qaytarsa, bundaq kishining nikohlanishi fazilatdir. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning ahvoli, Ali raziyallohu anhuning ahvoli va u ikki zotning yo'lida manganlarning ahvoli bu holatga dalolatdir. Nikoh orqali lazzatlanishni tark etish zoitlikdir deb qaraydigan kishilarning so'ziga e'tibor bermaslik kerak. Chunki nikohlanib lazzat olishni tark etish maqsad qilinguchi zoitlikqa agishidi va shuning ichida keladi. Salaf solihlarning ba'zisi chiroyli ayolni olmay, chiroyi odatdagi ayolni tanlaydi. Ular ehtimol chiroyi normal ayol diniga moyil, chiqimi oz va ziyoda ko'ngil bo'lish talab qilmaydiganligi uchun normal ayolni tanlagan bo'lishi mumkin. Chiroyli ayol insonning qalbini burab, fikrini mashg'ul qildi va ko'p nafiq talab qildi. Ba'zida uning baragudek darajada ko'p nafiq bo'lmay qoladi. Malik ibn Dinar rahimahulloh aytdi: "Birov o'z qabilasi ichidagi eng chiroyli ayolni arzulab, uning bilan to'y qildi. Ondan u ayol, "Menga ipakdan to'qilgan kiyim olib bering" deydi-da, erining dinini yo'q qildi. 6. Mal-mulk. Turmush kechirish uchun mol bo'lish zarurdir. Zoid kishi kunini o'tkazalagidek mol bilan ko'payilindi. Solihlar ichida tijorat qilish bilan shug'ullanib, tilamchilikdan or qildiganlar bor edi. Hammad ibn Salama do'konini ichib, ishga habbaga erishsa, do'kondan qopib ketadi. Said ibn Musayyib rahimahulloh yog' tijorat qiladi va 400 tillar kirim qilgan edi. U, "Men uni 100 obro'yimni va dinimni qo'g'dash uchun qo'yib qo'ydim" deydi. 7. Yuz obro'y. Insonning hatto o'z malining qalbidami yuz obro'y bo'lishi zarurdir. Saidning zuhud bilan mashg'ul bo'lishi uning uchun qalblarda yuz obro'yga o'rin hozirlaydi. Shunga yuz obro'yning yomonligidan saqlanish kerak. Yig'inchoqlab aytganda, dunyo insonga zarur lozimatli narsalar jumlasidan emasdir. Salaf solihlardan ko'p kishilarga halol mol tanlansa, yo'qsa bu molni olmaymiz, olsaq dinimizni buzib tashlashdan qo'rqamiz deydi. Fasl zoitlikning alomatlari. Sen molni tark etguchini zoit deb gumon qilasan. Aslida u zoit emas. Chunki molni tark etish va qiyinchilik turmushda yashaganlikni namoyon qilish zoitlik bilan maqtalishni yaxshi ko'rgan kishiga osondir. Ko'plagan roiblar chirkovdan chiqmay, oziyab ozishjatdi. Ularning bunday qilishiga boshqalarning maqtishini yaxshi ko'rish kuch berdi. Bu vaqtdagi bayonlar ilgari riyo to'g'risida degan bobda so'zlangan. Nafs istaklarida zoitlik mukammal bo'lish uchun ortiqcha mol va yuz obro'ydan yuz o'rish lozim. Chunki zoitlik ilmning avvali qiyindir. Ibn Mubarak rahimahulloh aytadi: "Zoitlikni yushirish eng afzal zoitlikdir. Buningda 3 alomatga tayinish kerak. Birinchi, bor narsa bilan xushal bo'lmaslik, yo'q narsaga qayg'urmaslik. Alloh taolo mundaq deydi: Allah Taalaning ularni Lavhul Mahfuzga yezishi, qulinglardan ketgan narsaga qayg'urib ketmaslikinglar va Alloh bergan narsalarga xush bo'lib ketmaslikinglar uchundir. Alloh mutakabbirlar va o'zlarini cho'ng tutquchilarni do'st tutmaydi." Bu bo'lsa, molda zoit bo'lishning alomatidir. Ikkinchi, o'z nazarida maqtag'uvchi bilan ayblaguchining barobar bo'lishi yuz obro'ydagi zoitlikdir. Uchinchi, Alloh Taolo bilan sirdashish va qalbiy toat ibodat halovatiga cho'mish. İnsanның qalbida bo'lgan dunyo sevgisi bilan billa Alloh taoloni yaxshi ko'rish bayni qochidagi havo va suv o'xshashdir.
Qachaq su kirsa, havo chiqib ketadi. Demakki, Alloh taolaning muhabbati bilan dunyoning muhabbati tang mavjud bo'lmaydi. Salaf solihlardan biriga zot zaidlarni qayerga ilib bordi deyilganda, u kishi Alloh taolo bilan sirdishlik ilib bordi deb javob bergan edi. Yahya ibn Muaz rahimahulloh aytdi: "Dunyo misoli choch targ'uvchi ayol taraf bizgan yangi kelinchakka o'xshaydi. Zaid bo'lsa, uning yuziga loy suvaydi, uning chechini yuludi, kiyimini yirtidi. Alloh taoloni haqiqiy tunug'uchi dunyo bilan emas, Alloh bilan mashg'ul bo'ladi. Bu bo'lsa zoidlikning haqiqati va uning ahkomlari haqida biz so'zlamoqchi bo'lgan bayonlardir. Zoidlik faqat Alloh taologa tavakkul qilish bilan tamomlanadigan bo'lganligi uchun biz navbatda tavakkul qilishning bayoni haqida so'z qilishni boshlaymiz. Planlag'uvchi doktor Abdulaziz Rahmatullah, tarjim qilguvchi Abdullah Abdulmajid, nashr qilguvchi Sajiya Islom tadqiqot markazi, muharriri doktor Abdulaziz Rahmatullah A9 korrektor Abduvali Ablis Muhammad Barat, layihalaguchi A Aqhun, 2024-yili 1-nashri 1-qatim basilishi, Istanbul. Nashr huquqi Sajiya Islom tadqiqot markaziga tava. Har qanday o'rin yoki shaxsning xohlagancha ko'paytib tarqatishiga ruxsat qilinmaydi.